yana bir estradamizning yorqin yulduzi, shirali ovoz sohibasi Sevinch Mo'minova bo'lganda tanatib tabriklagan bo'ladi. Assalomu alaykum, samarqandlikchilar, ligashadi muxlislar. Furqat aka mana shunday muxlislar o'ta eski qo'shiqni juda ham yaxshi ko'radi. Balli do'st yorim, labida asal borim, g'unchasida humiyor, labida asal borim. Furqat aka bo'lmisiz, nega bo'lmasam qistirmaysiz? Degan bo'lardi. Endi mana hamma yoq 5D, 3D, 4D, 7D bo'lib ketdi. Bu bizlarning e'tiboringizda zamonaviy 10D. Boshqa bir qissani aytib beraman. Bir quvnoq cho'chqacha bo'lgan emish. Uni badaniga qisamiq toshgandan juda ham ko'payib. Gapga qo'yish. Bu yangiroq qissa bu. O'z haligi badaniga qisamiq toshgan quvnoq cho'chqacha uyidan uzoqlarga, Samarqand degan tomonlarga chelakka yetib kelib. U yerda bir oqish restoranida bir kattakon to'y bo'layotgan ekan. Dilshod Rahmonov ham o'sha degan. Rostdan amakajon. Ha. Qanaqa to'y? Furqat akaning farzandlarini sunnat to'yi. Sunnat to'yi nima amakajon? U endi haligi pipipidan haligi bir. Vaqtimizda 15-o'rinda sizga san'atkor muhabbat kuychisi Anvar Sanayev. Qani meni onam, onajongina ham, ko'zlari beg'ubor, mehribongina. 14-o'rinda Anvar G'aniyev. Yurak seni. Disney представляет Скрудж Макдак и его друзья. Ringga o'rtog'imizning to'yimizdan bir UFC kamari bo'yicha Mike Tyson hamda bo'yicha o'slar chiqib kelyapti. Mana hozir referi Michael Buffett temani Mike'ni e'lon qiladi. Richard Watch. Gentlemen. Richard Watch has 94, 99, boys. Samarqand zenjitçileri var, oksülistler, Furqat aka, Cemil Og'or farzandlari asr bergan sunnatlar. Happy birthday to you, happy birthday to you.